Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 7-mikrorayondan birinchi etajdan topib qo'ydik sizlar uchun. Bir ikki xonali narxiga yana ikki xonalik qo'shib beramiz. Xo'sh, mana kvartiraning oshxona qismidan boshlaymiz. Kvartiramiz 68 3 kvadratdan iborat. Bu oshxona qismi mana bu detskiy yoki o'zlaringizga moslashtirib olasizlar. Ikkinchi xonasi zal qismi bo'ladi. Narsalarga mayli e'tibor bermaylik. Kvartira korobka holatida. Fishkasini men yana hozir ko'rsatib o'taman. Razdelli sanuzellari mana ikki yonda. Murodjon yur, ikkinchi xonamizni ham ko'rsatamiz. Mana bu podval qismida u yoqda ham xod qilsa bo'ladi, ya'ni zina qilib xohlasangiz o'sha birinchi etajni o'zidan xod qilsa ham bo'ladi yoki podval qismidan ham ikkinchi. Bu yerni ham alohida bemalol uy sifatida foydalansa ham bo'ladi. Mana bu yerda yana ikkinchi xonasi ham bor. Ikkinchi xonasi ham anchagina katta, patologlari 3 metrdan ziyod. Bemalol uy sifatida ham foydalansa bo'ladi bu yerlardan.